47. Sura Muhammad. Madinada nozil bo'lgan 38 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kafir bo'lgan va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlarning yaxshi amallarini Alloh bekor qilib o'tadi. İman etqan va yaxshi amallarni qilganlarning Muhammadga nozil qilingan Qur'on ularning Parvardigori tarafidan kelgan haqiqatdir. İman etqanlarning gunohlarini Alloh o'chirib tashlaydi. Ularning holini yaxshilaydi. Shuning bilan ular gunoh qilmaydi. Bu shuning uchundirki, kafirlar batılga ergeçti, yani şeytanğa ergeçti. Müminler bolsa Perverdigarı tarafından kelgen hakikatga ergeçti, yani Kur'an'a ergeçti. Allah insanlarga ularning ahvolini shundoq bayon qiladi. Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chog'inglarda ularni o'ltiringlar. Sizlar ularni qirib, mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatadigan kuch qolmagan chog'da ularni o'ltirishdan to'xtab, ularni asir etinglar. Ondan ularni ihson qilish yuzasidan qo'yib beringlar yoki fidya elib qo'yib beringlar. Toki urush o'zining ig'ir yukini tashlaganga qadar, ya'ni urush to'xtaganga qadar ish mana shundaqdir. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdilla ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zinglarni ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihodga amr qildi. Allohning yo'lida o'ltirilganlarning amallarini, ya'ni shahidlarning amallarini Alloh bekor qilib etmaydi. Alloh ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. Alloh ularni jannatga kirgizadi. Alloh ularni ularga to'nitdi. Ya'ni jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandekla biladi. Ey müminler! Sizler Allah'a yardım bersanglar, yani Allah'ın diniga yardım bersanglar, Allah sizlerge düşmanlarga karşı yardım berdi. Qadiminglarni urush maydonlarida baqarar qiladi. Kafirlarni Allah halok qiladi. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. Bu shuning uchundirki, ular Alloh nozil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan o'zlarining amallarini barbod qildi. Ular zaminda sayr qilib, ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Alloh ularni halok qildi. Makka kofirlarimi shundoq oqibatga qoladi. Bu shuning uchundirki, Alloh mo'minlarning madadkoridir. Kofirlarga madadkor yo'qdir. Shubhisizki, Alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kofirlar hayoti dunyoda uning lazzatlaridan bahramand bo'ladi va chora paylardek yeb ichidi. Oxiratda ularning joyi do'zax bo'ladi. Seni haydab chiqargan shaharning aholisidan, ya'ni Makkaning aholisidan kuchli bo'lgan nurg'un shaharlarning aholisini halok qildik. Ularga hech qanday yordam qilguvchi bo'lmadi. Parvardigori tarafidan bo'lgan ro'shan dalillarga asoslangan odam, ya'ni mo'min odam
o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan va nafsi xohishlarga ergashgan odamga o'xshamdi. Ya'ni nafsi xohishlarga ergashgan kofirga o'xshamdi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan suvdan o'stanglar, ta'mi o'zgarmagan sutdan o'stanglar, ichkichilarga lazzat beg'ishlaydigan maydin o'stanglar va sof hasaldan o'stanglar bo'ladi. Ularga jannatda bahramon bo'ladigan turli mevalar bo'ladi va Parvardigori tarafidan mag'firat bo'ladi. Mundaq taqvodorlar do'zaxda mangu qoladigan, qaynoq suv bilan sug'urilib qiziqligidan pichaylari pora qilinadiganlar bilan o'xshashmi? Ulardan, ya'ni u munofiqlardan ba'zi kishilar sening so'zingga quloq soladi. Ular sening yiningdan chiqqanda ilm berilgan kishilarga, ya'ni sahobalarning o'limalariga masxir qilish yuzasidan baya u Muhammad nima dedi deydi. Ana shular Alloh dillarini pechatlayotganlardir. Nafsi xohishlarga ergashganlardir. Hidoyat topganlarni Alloh texmi hidoyat qiladi. Ularga taqvodorlikning mukofotini beradi. O kuffarlar faqat qiyomatning ularga tuyuqsiz kelishini kutadi. Shubhisizki qiyomatning alomatlari keldi. Ularga qiyomat kelganda ular qandoqmi vaz nasihat oladi. Ya'ni bu chog'da vaz nasihat olganning foydasi bo'lmaydi. Bilginki Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Gunohing uchun ayol mo'minlar uchun mag'firat tilegin. Alloh sizlarning bu dunyodagi harakatinglarni va oxiratdagi joyinglarni biladi. Shunga oxiratlik uchun tayyorlaninglar. Mo'minlar jihodni talab qilish yuzasidan nemishqi jihod amr qilingan biror sura nozil qilinmadi deydi. Jihad zikr qilingan aniq sura nozil qilinganda dillarda kasal borlar, ya'ni munofiqlarning sana o'lim oldida o'limdan qo'rqib oylanib ketgan odamda qarayotganligini ko'rasan. Ey Muhammad, ularning sana itoat qilishi va chiroyli so'z qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Urush qaror qilingan chog'da ular Allohga sodiq bo'lishsa, albatta ular uchun yaxshi edi. Sizlar islomdan yuz o'risanglar, zaminda buzg'unchilik qilarsizlarmi? Va sizlar rahimni uzib qo'yarsizlarmi? Ana shundoq kishilarni Alloh rahmatidan yiroq qildi. Ularni haqni anglashdan g'as qildi. Hidoyat yo'lini ko'rishdan ko'r qildi. Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi. Balki ularning dillarida qulub bor. Shuni ular tushunmaydi. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin orqasiga qaytib olganlar, ya'ni iymondan kufrga qaytganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi. Shayton orzu va ajalning uzunligi bilan ularning ko'nglini tindirdi. Bu shaytonning ularni ozdirishi shuning uchundirki, ular Alloh nozil qilgan narsani yomon ko'rgan kofirlarga biz ba'zi ishlarda sizlarga itoat qilamiz dedi. Alloh ularning sirlarini biladi. Azob farishtalari ularning yuzlariga va orqalariga urgan holda ularning jonlarini elayotganda ularning holi qandoq bo'ladi? Bu azob shuning uchundirki, ular Allohni darg'azab qiladigan narsalarga ergashdi. Allohning roziligini yoqtirmadi.
ya'ni Allohni rozi qiladigan ishlarni yoqtirmadi. Shuning bilan Alloh ularning amallarini bekor qildi. Dillarda kasal borlar, ya'ni munofiqlar o'zlarining islomga bo'lgan dushmanligini Alloh oshkorlamaydi deb o'ylandi. Agar biz xohlasak, ularni cho'qim sana bildiratdik. Cho'qim ularning simosidan taniydi. Sen albatta so'zining uslubidan ularni taniysan. Alloh sizlarning amallaringlarni bilib turadi. Biz sizlarni albatta jihodga amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Toki sizlarning ishinglardan Allohning yo'lida jihod qilguvchilarni va jihodning mushaqqatlariga chidashliq bergichlarni bilganga, sirlaringlardan voqif bo'lganga qadar. Shubhisizki, kofir bo'lganlar kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin, ya'ni Rasulullohning haq ekanligi aniq bo'lgandan keyin payg'ambar bilan dushmanlashganlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh ularning sadaqa berganga o'xshash amallarini bekor qiladi. Shuning bilan oxiratda uning savobiga erisholmaydi. Ey mo'minlar, Allohga itoat qilinglar. Payg'ambarga itoat qilinglar. Amallaringlarni kufri, nifoq va riyo bilan bekor qilib etmanglar. Shubhisizki, kofir bo'lgan va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar, ondan kofir peti o'lganlarni Alloh hargiz mag'firat qilmaydi. Kofirlar bilan jang qilgan chog'inglarda bo'shab qolmanglar. Kofirlarni sulhga chaqirmanglar. Holbuki sizlar g'olib tursizlar. Alloh sizlar bilan birgadir. Alloh hargiz amallaringlarning savobini kamaytirib etmaydi. Dunyo tirikchiligi faqat o'yin va tomoshadan iboratdir. Agar sizlar iymon etsanglar va taqvodorlik qilsanglar, Alloh sizlarga ajringlarni beradi. Mol-mulkinglarning hammasini berishni so'ramaydi. Faqat zakotni berishinglarni so'raydi. Agar u sizlardan mol-mulkinglarni jiddiy so'rasa, bexillik qilasizlar. Bu bexillik sizlarning islomga bo'lgan adovatinglarni oshkorlaydi. Sizlar shundoq kishilarsizlarki, Allohning yo'lida pul mol sarf qilishga chaqirilsanglar, sizlarning oranglarda bexillik qiladiganlar bor. Kimki bexillik qiladi ekan, u o'zining ziyni uchun bexillik qiladi. Alloh sizlarning mol-mulkinglardan behojatdir. Sizlar bo'lsanglar Allohga muhtojsizlar. Agar sizlar Allohning itoatidan yuz o'risanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtiradi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi.